Sharof Rashidov tumani Yangiobod mahallasi Shifokorlar ko'chasidagi ko'p qavatli kvartiralarda oldidagi kanalizatsiya tarmoqlari chiqindilardan tozalanib, kuzgi qishki mavsumga tayyorlanyapti. Bu kanalizatsiya tarmoqlarida bizlarda asosan muammo bo'layotgan narsa aholi tomonidan e'tiborsizlik qilib ichiga tashlanayotgan chiqindilar. Mana hozir nima deydi, yosh bolalar pampersi bor, keyin detskiy kiyimchalar, ya'ni vlajniy salfetkalar, o'shanaqa narsalar ko'p chiqadi. Bir oyda 2-3 marta tozalaymiz. Bizlarga muammo bo'lib turgan narsa o'shalar. Shuni aholidan iltimos qilib so'rab qolamiz. O'sha narsalarga sal e'tiborli bo'lsa, mana misol xodimlar qancha qiyinchilik, qancha bir anaqa bo'layapti, mashaqqat bilan qilinyapti. O'shani sal bir e'tiborga olgan holda shu fuqarolardan shuni iltimos so'rab qolamiz. Kanalizatsiya juda ham zarur, yaxshi narsa. Mana sanitariyaligimdan ham, tozalik bo'yicha ham, sog'liq bo'yicha ham ko'p qavatli uylarda yaxshi. Mana vodokanalimiz mana shu yoshlik bir mahallasiga tez kelib, mana kanalizatsiyalarni tozalab, mana yuvib berib ketyapti. Hamma vaqt kanalizatsiyalarimiz ishlab turadi. Rahmat bularning xizmati katta bu mahallamiz uchun.